Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 4-dan 7-dekabr kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, yog'ingarchiliklar kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushib turadi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida esa 4-dekabr kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 5, 6, 7-dekabr kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hududlarida 4-5-dekabr kunlari yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 6 hamda 7-dekabr kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida esa faqatgina 5-dekabr kunlari yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda tuman tushib turadi. Shamol sharqiy yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Havo haroratlari kechalari 0.5 daraja iliq, 5-7 kunlari ba'zi joylarda 2 darajagacha sovib ketishi mumkin. Kunduz kunlari 4-6-7 kunlari 10-15 daraja iliq, 5-dekabr kuni esa 8-13 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.